Assalomu alaykum barchaga. Bugun ekub nimaligini, uni oson usulda topish usullarini o'rganamiz. Bu video shu ekubga qiynalganlar uchun. Ekub nima degani? Ekub qisqartma so'z bo'lib, eng katta umumiy bo'linuvchi degani. Bizga bitta natural son kerak bo'ladi. Bitta 20. Misol uchun ikkinchisi 24 olaylik. Xo'p, 20 ga bo'linadigan sonlarni yozib chiqamiz. Natural sonlar. 1, 2, yana qaysi biri? 4, 5 bo'linadi va hop 6 bo'lmaydi. Hop 10, keyingisi 20. 1 2 3 4 5 6 ta, ya'ni 6 ta bo'linuvchisi bor ekan. Hop 24 necha? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Hop yana 6 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi. Hop 12 da bo'linadi va 24 ga bo'linadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Ana endi umumiy bo'linuvchilarni topishimiz kerak. Umumiy ikkalasi ham 1 ga bo'linadi, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi, ikkalasi ham 4 ga. Xo'p, yana bormi? Menimcha boshqa yo'q. Endi umumiy bo'linuvchilar nechta ekan? 1, 2 hamda 4. 3 ta umumiy bo'linuvchisi ekan. Ya'ni ekubning ma'nosi eng katta umumiy bo'linuvchi. Shular ikkita sonning umumiy bo'linuvchilaridan eng kattasi bu 4. Demak, ekub nima ekan? Ekub 4 ekan. Xo'p, endi mayli bu usulda oson usuli emas bu. Bu tushunish uchun o'rgatiladi. Oson usuli quyidagicha. 20, 24. Xo'p, birdaniga tub bo'luvchiga ajratamiz. Tub bo'luvchilarni buning uchun bilish kerak, nimaligini, qanaqa ajratish kerakligini. Xullas boshladik. Ikkalasi 2 ham bo'linadi. Tub sonlarga bo'lib chiqamiz. 2 ga bo'lsak, ikkalasi birdaniga 10 bo'ladi. Ikkalasi 2 ga bo'lsak 12 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 5, birdaniga ikkita natural sonni tub bo'luvchiga ajratyapman. 2 ga bo'lsak 6. Ana endi mana shu yerga kelgan payt 5 ga bo'lamiz. Agar sonimiz 5 ga bo'linsa, bo'linamiz. Agar bo'linmasa, shu sonni yozib qo'yamiz pastidan. 2 ga bo'lamiz. 1, 2 ga bo'lsak 3 va 3 ga bo'lsak 1, 1. Bu 1 bo'lgancha davom ettirish kerak. Endi ikkala son uchun umumiy bo'linuvchi, ya'ni ikkalasi ham bo'linadigan sonlarni aylanib chiqamiz. 2 ga bo'lindi, bu ham 2 ga bo'lindi. Bu 5, 2 hamda 3 ga bo'linmadi. Endi ekub bo'ladi. Shularni ko'paytmasi 2 kare 2 4. Mana 4, mana 4. Bu oson usuli. Xo'p, sizlar aytishlaringiz mumkinki, bu usulda sal osonroq edi, bu usul qiyinroq. Yo'q, aslida bu usul osonroq. Chunki katta sonlar 3 talik, 4 talik, umuman 1000, 10 000 sonlar kelsa, buni bo'luvchilarni bittalab topish bu murakkab bo'ladi. Bitta agar bo'luvchisini adashtirsak, butun misol, butun javobi xato chiqadi. Xo'p, endi boshqa misol olsak, xo'p, boshqa misollar. Misol uchun 84 hamda 120 sonlarini olsak, 120 sonlari ikkalasiga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak, xo'p, 42. 2 ga bo'lsak 60. Yana 2 ga bo'lamiz. 21, 30. Xo'p, endi o'zimizga qulay bo'lgan sonlarni tanlash kerak. Hech qanday bu yerda 2 oxirigacha 2 ga bo'lsak, keyin 3 ga o't degan joy yo'q. Faqatgina o'zimizga qulay bo'lgan. Masalan, 3 ga bo'lish qulay. 3 ga bo'lamiz. 7, 10. Hop, 7 ga bo'ldim. Farqi yo'q. 1, 10. E'tibor beramiz. 10 7 ga bo'linmaydi. O'sha uchun 10 10ligicha qoladi. 2 ga bo'lamiz. 1, 5. Hop, 5 ga bo'lamiz. 1, 1. Hop, aytishlaringiz mumkin. Nimaga mana bu umumiylardan umumiy bo'ldik va bu yerda umumiy 7 bilan 10 bu yerda tugadi shu joydan. Yana davom ettirish shartmi desa, aslida shart emas ekub topishga, lekin ekub mavzusida kerak bo'ladi. O'sha uchun biz ortiqcha mayli ishlasak ham oxirigacha ishlab qo'yishimiz kerak. Bu ekubga keyinchalik ekub ishlashimizga yordam beradi. Xo'p, endi umumiylar 2, 2, 3. Ya'ni bularni ko'paytmasi 2 kare 2 4, 4 kare 2 12. Demak, bu 84 bilan 120 ning ekubi 12 ekan. Eng katta bo'linuvchisi, ya'ni 12 chiqar ekan. Xo'p, masalani qiyinlashtiramiz. 3 talik son olamiz. 1260, 2310 va 1905, 1995. Xo'p, endi buni bo'lamiz. Endi qaysi songa bo'lsak qulayroq? Menimcha 5 ga bo'lsak qulayroq. 5 ga bo'lsak, xo'p, 20
Ya'ni 10 ichida 2 ta bor va 26 ichida 5 ta bor, 10 ichida 2 ta bor. Hop, 5 ga bo'lsak, 4 ta bor 20 ichida, 31 ichida 6 ta bor va 10 ichida 2 ta bor. 19 ichida 3 ta bor. 15 ketsa, bu yerda 45, 49 ichida 9 ta bor. Ya'ni 45 ayirsak, 5 qoladi, 50, ya'ni 49 dan 45 ni ayirsak 45 qoladi. Mana bu yerda 4 qoladi va 5. Bu yerda 9 ta bor. Endi nechaga bo'lsak bo'ladi? 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 1, hop 26. 2 ga bo'lsak 2, 3, 1. Hop, 2 ga bo'lmaydi, shuning uchun 399 ni yozamiz. Endi mayli, yana 2 ga bo'lamiz. 63 2 ga bo'lmaydi. 99. Hop, 3 ga bo'laman. Hop, 3 ga bo'linadi albatta 21. Hop, bu 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish qoidasini bilamiz. Hop, 3 ga bo'lsak 7, 21 ayirsak yana 21 7 chiqadi. Hop, 3 ga bo'lsak 133. Hop, ana endi 7 ga bo'lamiz. 7 ga bo'lsak 3 chiqadi. 7 ga bo'lsak 11 va 7 ga bo'lsak 7 ga bo'linadi. 6 dan ayirsak, 13 dan 6 ni ayirsak 7 ga bo'linar ekan. Hop, bitta bor hamda 19 ta. Hop, endi 3 ga bo'lsak 1 bo'ladi, 11 ga bo'lsak 1 bo'ladi va 19 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Bo'ldi. Endi umumiy hammasiga bo'lingan sonlarni aylan qilamiz. 5 ga bo'lindi hammasi. 2 ga bo'linmadi. Mana bu 2 ga bo'linmadi, 2 ga ham bo'linmadi. 3 ga hammasi bo'lindi. 3 ga. Hop, 7 ga esa uchalasi ham bo'lindi. Boshqa bo'lingani yo'q bu yerda. Ya'ni bularni ko'paytmasi 21 kara 5 bu 105 bo'ladi. Demak, bu uchala son uchun ko'p 105 bo'ladi. Biz endi odatiy ko'p topish formulasi, ya'ni har birini tupurcha ajratib, ular orasida eng kichkina darajalarni olib, yana hisoblagandan ko'ra bu bittaga, ya'ni bitta chiziqda bitta hisoblashga chiqadi. Yana bundan qulayroq usullar bo'lsa, men kommentga kutaman. Hop, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashing. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.